Kechirasiz. O'qilmagan kitobingiz bormi? Manman-da o'sha. Jon deb bir kechada o'qib chiqardim sizni. Mani o'qishga bilmingiz yetarmikin? Siz avvalchi mamni o'qib chiqing. Ay yo, men o'zi kitob o'qimayman. Men faqat kommentariy o'qiyman. Siz bilan tanishgani kelgandim. Ismingiz nima? Martin. O'g'il bolani ismi g'alati emasmi? Yo'q, kitobda oti Martin edi. Siz avval shuni o'qing, keyin tanishamiz. Iloji boricha tezroq o'qib chiqishga harakat qilaman unda. Mana sizni ham bilib oldingiz. Ha, zo'r ekan lekin. Ha, kitob zo'r ekan lekin. Siz bo'lmasa o'zi nechinchisiz? 1984. Labi, ammam qatormisiz? Kitobda oti 1984. Avval shuni o'qing, keyin yoshimni aytaman. Vaqtingiz bo'lsa yuring, bu joyda aylanamiz. O'zi sizga nima yoqadi? Til. Tushunmadim. Til bilgan bolalar yoqadi. Shuning uchun avval bularni o'qib chet tilini o'rganing, keyin aylanamiz. Yomon talabchan ekansiz, lekin kitob o'qishga qiziqib qoldim. Shuning orqasidan institutga ham kirdim. Hozir chet tilini ham bilaman. Endi yuzga soch yubormoqchi edim. Mahallangiz nomi nima? Molxona. Nima? Shu kitobni ham o'qing. Keyin boyota va kambag'alliklar biznesga doir. Shularni o'qib chiqsangiz keyin yuborasiz. Uylangunimcha professor bo'lib ketaman. Hormang, sizga rahmat aytgani keldim. Siz aytgan kitoblarni o'qib, aqlim kirdi. O'zim ustimda ishlab, bugun katta odam bo'lib ketdim. Bular sizga. Voy, rahmat. Endi siz bilan gaplashsak bo'ladi. Qayerga boramiz? Aqlim kirdi deyapman-ku sizga. Aql bor odam qizlarning orqasidan yurmasdan kitob o'qiydi. O'zim ustida ishlab karyera qiladi. Shunda qizlar uning orqasidan yuradi. Endi men nima qilay? Kitob o'qing. Qaysi kitobni? Kommentariyada yozib olishadi. Turing. Ha. Hovliga hojatga chiqib kelaylik. Uyat emasmi? Bor, o'zing borib kel, voy. Qo'rqaman-da. Qo'rqma, ajinalar o'zlarikiga tegmaydi. Boraver. Unaqa demang. Kechqurun tushimga kirib chiqadi. Bo'ling tez, hozir kech bo'ladi. Bo'pti, yur. Uyog'ini o'zing yapaysan ish qilib. Hazingiz qursin, bo'ling tezroq. To'g'risida shu qoldida o'zi. Ajinalar mana shu qizni qo'rqitmanglar, iltimos. Ichkarida. O'zingni bos. O'siroq qo'ng'izdan ham qo'rqasanmi? Oddiy narsa-yu mana. Bo'pti, mana. Qo'ng'izni qattiq qo'rqitib yuboribsan-a, sasib ketdi-yu bu. Odadan tezroq keling. Ha, tishlaymi, nima bo'ldi? Tezroq keling, qo'rqib ketyapman. Ha, bo'ldi, mana lakasi tashlab boryapman. Bu nima qilyapti bu? Alkang ichib olib, tinchgina yotibdi, o'chib qolgan. Nimasidan qo'rqasan buni? Tashlanib qolsa-chi? Bu gibidan 5 tamom bo'lgan. Turishga holi bo'lganda bunaqa yotmasdi. Yur. Kelishib olaylik. Baqirib, alkashda ham, xalqda ham azoblama. Tinchgina o't. Dadasi, uyda kimdir yuribdi. Jinnimisan, molam qo'yapti hozir. Ana, dadasi borib qarang, kimdir yuribdi uyda. Ertaga aytmasang-chi. Yuqtirding-da mana. Bo'pti. Qo'rqo. Hojatga chiqib kelay. Yur, birga chiqib kelaylik. Hamma ishlagay, ehsonim bor. 1 kilogrammdan un tarqatyapman. Kimga kerak bo'lsa olib ketish mumkin. 1 kilogrammdan un kam emasmi? Endi obro'yingizga to'g'ri keladimikan deyman-da, Jasur aka. Sen aytganini qilgin. Xo'p bo'ladi. Shuncha puli bo'lib turib 1 kilo un berishga uyalmaydimi? Kerak emas, boshdan qolsin. Endi shuni ham avtobusda ko'tarib yuramanmi? Shart emas. Xo'jayin ham juda pastda. 1 kilo un ham beradimi? Ay, nima deysiz aka? Bor-da. Dadasi, uyda produktlar tugagan. Bozorlik qilish kerak. Buguncha amallab turaylik. Ertadan keyin oylik tushib qolsa kerak. Uyga egasi telefon qildi. Agar bugun uyda pulni bermasanglar, uyni bo'shatinglar dedi. Bir ilojini qilarman. Javohir aka, mana olsam bo'ladimi? Ha, xonalarga kirsang berib yuboradilar. Mana. Rahmat. Voy, yaxshi bo'ldi. Hozir biroz tayyorlayman. Men yuz qo'lim yuvib chiqaman. Dadasi, Ha, tishlaymi? Unning ichidan chiqib qoluvdi. Ozgina anglashilmovchilik bo'ldi shekilli. Yo, Ochilbek, hammasi to'g'ri. Men ehson uchun haqiqiy muhtoj odamni qidirganman. Bu sizga yaxshilikka ishlating. Rahmat Jasur aka. Sizga o'xshagan saxiy boylar ko'paysin. Sizga o'xshagan shukr qiluvchi insonlar ham ko'paysin. Rahmat Jasur aka. Diyora, faqat sevish yurganimizga hech kimga aytib yurmagin. Nimaga? Unashtirganman-da, yaqinda to'yim. To'yingiz bo'lmaydimi deyman-da, dostonim. Yaxshi qilgan ustoz, tez ketargalik ko'ryapmiz. Ha, ko'rdim kameradan. Zo'r taylanyapsizlar ekan. Bu kamera ishlamaydi-yu. Zato meni kameram ishlayapti-yu. Makilamang. Endi navbat biznikida, dostonim. Mana ustoz oyoq kiyimni tozalab qo'ydim. Yaxshi kiydiring.
Bugungi dars tugadi. Hammaga ruxsat. Dostonovdan boshqa. Nimaga ustoz? Tez mashinani zavat qiling, bir joyga borib kelamiz. Birato'la qul qo'ying ustoz, o'zi gazim tugagan. Bo'ldi, unda mana hozir gazingizni beramizda. Bo'l ustoz, konsert ham yo'q qo'yaymi? Bugun kechga yotoqxonada o'rnimga navbatchilik qilasiz Dostonov. Bugun ishim bor edi ustoz. Yo'q, unda ishingizni bittada hal qilib qo'yaman. Bo'ldi. Sizdan boshqa muhim ishim yo'q ustoz. Mana aytgan narsa sokingiz. Hamma darsatda olchalisdan ichaman-ku, toy bola. Boring almashtirib keling. Tupurib qo'yaman, quriguncha keling, ha? Abidga qatga boramiz. Men yaxshi joyini bilaman, Dostonov. Men ustozni abid qilar ekanman-da. Man bora qolay ham bo'lmasa. Bir maza qilib shashlik-xo'rlik qilar ekanmiz-da. Bo'ldi-da, to'ydirib yubordingiz-ku. Shuning uchun hech qachon birovni aybini ochishga urinmagin. O'zingni keting ochilib qolishi mumkin. Ustoz, telefoningiz endi menda. Hozir hamma narsani o'chiraman. Keyin siz bilan boshqachasi gaplashaman. Uzr, telefonimni ko'rmadinglarmi? Sandamidi? Shashlik yeyman deyapsizmi ustoz? Endi steak yeyman. Assalomu alaykum. Dastavkadan men keluvdim. Muncha kech qoldingiz. Probkada Siz? Assalomu. Mana adamga o'zlariga o'xshagan biznesmen kuyov yoqadi. Mamman akanda o'sha. 3-4 ta bizneslarim bor. Soqqaga yuramiz-da. 3-4 ta bizneslaringizdan biri shumi? Yo'q, siz menimcha zerikkaningizdan chiqqan bo'lsangiz kerak-a. Siz soqqani emas, tangani tangaga urarkansiz-da ya. Adam mashina sovg'a qiluvdilar. Haydashga pravam yo'q. Meni ham 5-6 ta mashinam bor. Arendaga berib qo'yganman, bekor yotmasin deb. Pul topadi-da. Hamma mashinangizni arendaga berib borib, peshkom dastavka qilasizmi? Sayohat qilish hobbiyim. Oyiga 2-3 marta chetga chiqib kelmasam, umuman tura olmayman nima gapi. Rostdan ham sayohat qilish hobbingiz ekan. Kuniga 15 tacha mahalla aylanasizmi? 20 ta. Kiyinishni juda ham yaxshi ko'raman. Loro Piano, Stefano Ricci bular meni stilimda. Rostdan ham kiyinishni yorvorar ekansiz-a. Sizdagilar ham yoyma piano, Optim Ricci'lardan bo'lsa kerak-a. Chorsi. Xullas Diyoraxon Damasga metan qo'yganda bir-birimizga mos ekanmiz. Endi bu yog'iga adajon bitta had deb borsalar to'yda. Короче, sizga bitta gap. Odam o'zligidan hech qachon uyalishi kerak emas. Tengi bilan, tezak qopi bilan. Diyora, nima gap sotib o'tiribsiz? Maskin yankangizga pul to'layapman, gap sotish uchun emas. Boring, bola yig'layapti, pampasni almashtiring. Xo'p bo'ladi hozir. Ishni olib, tizlasi yirtiqqa kulibdi-yu.